Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 25-sentyabrgacha pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan ayrim to'lovlar, qo'shimcha summalar, qayta hisob-kitoblar va ro'yxatga kiritilgan fuqarolarning pulini vaqtida olish tartibi haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan hammaga kerak. Men sizdan iltimos qilaman, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik pul chiqish kerak bo'lsa ham ro'yxatda bor yo'qligini tekshirmagani, hujjatida xato bo'lgani yoki bank kartasi faol emasligi sababli o'z vaqtida ola olmay qoladi. Bugun men buni oddiy tilda, bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval pensionerlarning ko'pchiligi faqat oyma-oy pensiya tushishini kutardi. Ya'ni pensiya sansiz keladi, bank kartaga pul tushadi yoki pochta orqali yetkaziladi. Agar pul kechiksa, odamlar odatda hali tushar, pochta olib kelar, bankda muammo bo'lsa kerak deb kutib yurardi. Lekin amalda pensiya tizimida faqat asosiy pensiya emas, balki ayrim hollarda qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, qayta hisob-kitob natijasida chiqqan farqlar, ijtimoiy nafaqalar, indeksatsiya bo'yicha ortiqcha summalar ham bo'lishi mumkin. Hozirgi o'zgarish shundaki, pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqaroning pasport ma'lumotlari, JSHI raqami, yashash manzili, bank kartasi, pensiya turi, ish staji nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati va sil yoki ishonchnoma bo'yicha oluvchi shaxs haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar bir joyda xato bo'lsa, pul tayinlangan bo'lsa ham to'lov kechikishi mumkin. 15 sentyabrgacha degan muddat nimani anglatadi? Men buni shunday tushuntiraman. Ayrim to'lovlar bo'yicha ro'yxatlar shakllantiriladi, mas'ul idoralar tomonidan tekshiriladi, keyin bank yoki pochta orqali fuqaroga yetkaziladi. Agar sizning ismingiz ushbu ro'yxatda bo'lsa, pulni o'z vaqtida olish uchun ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi shart. Agar ro'yxatda bo'lmasangiz, nega kiritilmaganingizni aniqlash kerak. Eng muhim narsa shuki, hech kim meni o'zi chaqirishadi deb jim o'tirmasligi kerak. Oldin ko'p masalalar mahalla tuman pensiya bo'limi, pochta xodimi yoki bank xodimi orqali og'zaki tushuntirilardi. Pensioner biror muammo bo'lsa, ertaga keling, oy oxirida aniqlanadi, hujjat olib keling degan javoblarni ko'p eshitardi. Natijada ayrim fuqarolar o'zlariga tegishli qo'shimcha pulni kech olgan, ba'zilari umuman murojaat qilmagani uchun muddatni o'tkazib yuborgan. Endi esa har bir pensioner o'z holatini aniq tekshirish kerak. Pensiya miqdori oshganmi? Qayta hisob-kitob qilinganmi? Oldingi oylar uchun farq summasi bormi? Nogironlik bo'yicha hujjat muddati uzaytirilganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Yashash manzili bazada to'g'rimi? Bularning hammasi amaliy ahamiyatga ega. Men ko'p ko'radigan holat shuki, odam pensiya kam tushganini sezadi, lekin sababini so'ramaydi. 1 oy kutadi, 2 oy kutadi. Keyin bo'lsa, aslida hujjatda bitta raqam xato yozilgani yoki kartasi yangilanmagani ma'lum bo'ladi. Masalan, pensionerning pasporti yangilangan bo'lsa, eski pasport ma'lumoti ayrim joylarda qolib ketishi mumkin. Bank kartasi yangi pasport bilan ochilgan, pensiya bazasida esa eski ma'lumot turgan bo'lsa, tizim avtomatik moslikni ko'rmaydi. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya ishini yangi yashash joyiga o'tkazmagan. Bunday holatda to'lov yo'qolib ketmaydi, lekin kechikadi. Odam o'zi borib aniqlamaguncha jarayon cho'ziladi. Yana bir o'zgarish, qo'shimcha summalar har doim ham alohida katta e'lon bilan berilmaydi. Ba'zan pul asosiy pensiya bilan birga tushadi. Ba'zan alohida satr sifatida tushadi. Ba'zan esa pochta ro'yxatida alohida ko'rsatiladi. Shuning uchun pensioner kartasiga pul tushganini ko'rsa, faqat umumiy summaga qarab qolmasligi kerak. U oxirgi oyda qancha olgan, bu oy qancha tushgan, farq qayerdan kelgan, buni tekshirishi zarur. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar tekshirishi kerak. Ayniqsa pensiya miqdori eng kam pensiyaga yaqin bo'lganlar, yaqinda pensiyaga chiqqanlar, ish staji bo'yicha hujjat topshirganlar, avvalgi ishlagan joydan qo'shimcha ma'lumotnoma olib borganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ish staji yoki oylik ma'lumotlari qayta ko'rib chiqilganda pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. O'zgarish bo'lsa, ayrim hollarda oldingi davr uchun farq ham chiqadi. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar.
Bu yerda asosiy masala tibbiy xulosa nogironlik guruhi muddati va bazadagi ma'lumotning to'g'riligidir. Masalan, ikkinchi guruh nogironligi bor fuqaroning hujjati uzaytirilgan, lekin ma'lumot tizimga kech kiritilgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi yoki kamayib ko'rinishi mumkin. Keyin ma'lumot yangilangach qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin fuqaro o'zi murojaat qilmasa, kechikish uzoq davom etishi ehtimoli bor. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu oilalarda bola yoshi ta'lim muassasasida o'qishi, vasiy yoki onaning bank ma'lumotlari muhim. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kollej, texnikum yoki oliygohda kunduzgi o'qishda davom etsa, tegishli ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki ro'yxatdan vaqtincha chiqarilishi mumkin. 4-guruh yolg'iz yashovchi pensionerlar va parvarishga muhtoj keksalar. Bunday fuqarolarga ayrim hududlarda ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki mahalla orqali qo'shimcha ko'mak ajratilishi mumkin. Lekin ko'pincha muammo shundaki, keksaning o'zi idoraga bora olmaydi. Farzandlari esa pensiyasi tushyapti-ku deb qo'shimcha masalalarni tekshirmaydi. Men bunday oilalarga aniq aytaman, faqat asosiy pensiyani emas, pensionerga tegishli barcha imtiyoz va to'lovlarni tekshiring. 5-guruh. Bank kartasini yaqinda almashtirganlar. Karta muddati tugagan, yangi karta ochilgan, lekin pensiya to'lovlari eski kartaga bog'langan bo'lishi mumkin. Ba'zan bank avtomatik bog'lab beradi. Ba'zan esa pensiya bo'limiga ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Agar pensioner karta bor, demak pul tushadi deb o'ylasa, xato qiladi. Karta faolmi? Pensiya aynan shu karta hisobiga yo'naltirilganmi? Buni bankdan yoki tegishli idoradan tekshirish zarur. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, oxirgi oylar summasi to'g'ri tushgan bo'lsa, pasportingiz, kartangiz, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddatli hujjatingiz bo'lmasa, katta xavotirga tushishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirish foydadan xoli emas. Chunki masala faqat pul tushishi yoki tushmasligida emas. Balki to'g'ri miqdor tushyaptimi? Qo'shimcha farqlar berildimi? Siz ro'yxatda to'g'ri turibsizmi shunda? Masalan, bir pensioner har oy 20.200.000 so'm oladi. Sentyabr oyida ham shu pul tushdi. U hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin aslida uning ish staji bo'yicha qayta hisob-kitobdan keyin yana 1.000 so'm qo'shimcha chiqish kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar u tekshirmasa, bu masala keyinga qoladi. Yoki aksincha, biror sabab bilan ortiqcha to'lov yozilgan bo'lsa, keyinchalik ushlab qolinishi mumkin. Shuning uchun men hamisha tushgan pulni ko'rish yetarli emas, asosini ham biling deyman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi antakasi yoshli pensioner har oy 20.350.000 so'm pensiya oladi. U 2024 yilda eski ish joyidan ma'lumotnoma topib, 7 yil oldingi stajini tasdiqlatgan. Pensiya bo'limi hujjatni qabul qilgan. Lekin pensioner natijani so'ramagan. Qayta hisob-kitobdan keyin pensiyasi 1.1 so'mga chiqish kerak bo'lgan. Farq oyga 1.1 so'm. Agar bu farq 3 oy uchun hisoblansa 310.000 so'm bo'ladi. Mana shu pulni olish uchun fuqaro ro'yxatda bormi? Qayta hisob yakunlanganmi? To'lov topshirig'i berilganmi? Bularni aniqlash kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi ayol boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini farzandi nomidan oladi. Farzandi 15 yoshga to'lgan, lekin texnikumda kunduzgi ta'limda o'qiydi. Ona bola hali o'qiyapti, demak nafaqa davom etadi deb o'ylaydi. Amalda esa o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar bu ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov ro'yxatga kiritilmasligi mumkin. Keyin ona sentyabrda pul tushmaganini ko'rib hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Tizim bolaning o'qishini avtomatik ko'rmagan yoki ma'lumot yangilanmagan. Bunday vaziyatda darhol o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, tegishli bo'limga topshirish kerak. 3-misol. Qashqadaryoda yashovchi nogironligi bo'lgan fuqaroning bank kartasi muddati tugagan. U yangi karta olgan, lekin pensiya tushadigan hisob raqam yangilanmagan. Natijada to'lov bankda qaytgan yoki kechiktirilgan. Fuqaro davlat pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida pul ajratilgan bo'lishi mumkin. Faqat yetkazish kanalida muammo bor. Bunday holatda bankdan hisob raqam ma'lumotini olib, pensiya bo'limida yangilatish kerak. 4-misol. Andijonda yashovchi yolg'iz pensionerga mahalla tomonidan ijtimoiy yordam ro'yxati tuzilgan. Lekin uning yashash manzili eski ko'chada ko'rsatilgan.
mahalla ro'yxatida boshqa manzil, pensiya bazasida boshqa manzil, bankda esa 3-chi ma'lumot turgan. Bitta shaxs bo'lsa ham ma'lumotlar mos kelmagani uchun yordam kechikadi. Shuning uchun manzil masalasi mayda narsa emas. Ayniqsa ko'cha nomi o'zgargan, uy raqami yangilangan, tuman chegarasi almashgan hududlarda bu juda muhim. 5-misol. Buxoroda yashovchi pensioner har oy naqd pulni pochta orqali oladi. Pochta xodimi kelgan kuni u uyda bo'lmagan. Keyingi oy qo'shib berishadi deb yuravergan. Lekin ayrim to'lovlar bo'yicha qayta yetkazish tartibi bo'ladi. Alohida murojaat kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun naqd oluvchilar pochta bo'limi bilan aloqani uzmasligi, to'lov kuni uyda bo'lishi yoki ishonchli vakil orqali olish tartibini oldindan rasmiylashtirishi zarur. Men bu yerda bitta aniq raqamni hamma uchun bir xil deb aytmayman. Chunki pensionerlarning holati har xil. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oladi. Kimdir kam ta'minlangan oila tarkibida qo'shimcha yordam olishi mumkin. Shuning uchun hamma pensionerga aynan falon so'm beriladi degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Bunday xabarni eshitsangiz, albatta rasmiy manbadan tekshiring. Lekin amaliyotda uchraydigan summalar turlicha bo'ladi. Masalan, qayta hisob-kitob farqi 50.000 so'm ham bo'lishi mumkin. 220.000 so'm ham bo'lishi mumkin. Bir necha oy yig'ilib 520.000 so'mdan oshishi ham mumkin. Agar pensiya miqdori indeksatsiya qilingan bo'lsa, farq asosiy pensiya bilan birga tushishi mumkin. Agar hujjat kech tasdiqlangan bo'lsa, avvalgi oylar uchun ham to'lov hisoblanishi mumkin. Lekin bularning hammasi fuqaroning shaxsiy pensiya ishiga bog'liq. Shu sababli men tomoshabinlarga aniq maslahat beraman. Qo'lingizdagi oxirgi 3 oy pensiya tushumini solishtiring. Masalan, iyunda qancha tushdi? Iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Sentyabrda qancha tushishi kerak? Agar odatdagidan kam tushsa, darhol sababini so'rang. Agar odatdagidan ko'p tushsa ham, bu nima hisobiga ekanini aniqlang. Chunki ortiqcha to'lov noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, keyinchalik ushlab qolinishi mumkin. To'g'ri hisoblangan bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Birinchi nozik jihat pensiya oluvchining tirikligi. Yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlar ayrim hollarda tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Ayniqsa chet elga ketgan, uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan yoki naqd pulni vakil orqali olayotgan pensionerlarda bu masala muhim. Agar tizimda shubha paydo bo'lsa yoki ma'lumot yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu pul yo'qoldi degani emas, lekin jarayonni tiklash uchun hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar pensiyasini farzandi, qarindoshi yoki boshqa vakil orqali oladi. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermaydi. Pensioner men ruxsat berganman-ku deydi, lekin og'zaki ruxsat yetmaydi. Hujjatning muddati, notarial tasdiqi va unda aynan pensiya yoki pul mablag'larini olish vakolati ko'rsatilgani muhim. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning bank kreditlari aliment, sud qarori yoki boshqa majburiyatlar bo'lishi mumkin. Bunday holatda kartaga tushgan pulning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Pensioner pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida bank yoki ijro organi tomonidan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu masalada bankdan hisobora ko'chirmasi olish va ijro hujjati bor yo'qligini aniqlash kerak. 4-nozik jihat. Bir nechta to'lov turini aralashtirib yubormaslik. Pensiya boshqa, nafaqa boshqa, moddiy yordam boshqa, kompensatsiya boshqa. Mahalla orqali beriladigan yordam pensiya bo'limi to'lov bilan bir xil emas. Bank xodimi ham har doim mablag'ning huquqiy asosini tushuntirib bera olmaydi. Shuning uchun qaysi pul qaysi idoradan kelganini bilish kerak. Hisob varaq ko'chirmasida jo'natuvchi nomi yoki to'lov izohi ko'rinishi mumkin. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. 15 sentyabrgacha pul olish uchun mana bu havolaga kiring. Karta raqamingizni, SMS kodini yuboring, ro'yxatga kiritib beraman. Avval to'lov qiling degan xabarlarga ishonmang. Davlat to'lovini olish uchun hech kimga SMS kod, karta paroli, to'liq karta ma'lumoti berilmaydi. Rasmiy idoralar sizdan Telegram orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu xavfli belgi. 6-nozik jihat muddatni o'tkazib yubormaslik. Ayrim hujjatlar belgilangan muddatda topshirilsa, to'lov uzluksiz davom etadi. Kech topshirilsa qayta tiklash mumkin bo'lsa ham vaqt ketadi. Masalan, o'qish ma'lumotnomasi, nogironlik muddati, bank rekviziti, pasport yangilangani haqidagi ma'lumot kechiktirilmasligi kerak.
Pensionerlar ko'pincha bir haftada nima bo'lardi deydi. Lekin aynan shu bir hafta sababli to'lov keyingi o'yga surilishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, oxirgi pensiya tushumlarini tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, mobil ilova orqali ko'ring yoki bankka borib hisob varaq ko'chirmasi oling. Naqd olsangiz, pochta bo'limidan qaysi oy uchun qancha to'lov yozilganini so'rang. Faqat pul tushdi demang. Aniq summani yozib oling. Masalan, iyun 20 milyon 220 ming, avgust 20 milyon 120 ming. Sentyabr kutilayotgan summa. Shunda o'zgarishni ko'rasiz. Ikkinchi qadam. Pensiya bo'limiga yoki ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha mas'ul idoraga murojaat qiling. Murojaatda shunday savol bering. Mening pensiya ishim bo'yicha 20 sentyabrgacha berilishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'lov. Qayta hisob-kitob farqi yoki ro'yxatdagi summa bormi? Bu savolni umumiy emas, aniq bering. Chunki menga pul chiqadimi desangiz javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSHIR raqami, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank karta rekvizitlari, oxirgi to'lovlar ko'chirmasi, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi, ishonchnoma, ish staji bo'yicha hujjatlar. Mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir odamga hammasi kerak emas, lekin o'zingizga tegishlisini oldindan tanlab borsangiz vaqt yutasiz. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqam faolmi, pensiya aynan shu kartaga bog'langanmi? Bularni aniqlang. Agar karta almashgan bo'lsa, yangi rekvizitlarni tegishli idoraga yetkazganingizga ishonch hosil qiling. Bank kartangizga pul tushmasa, faqat pensiya bo'limini ayblamang. Avval bank tomonidan ham tekshiring. 5-qadam, yozma murojaat qoldiring. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, manzil, telefon raqami, pensiya turi va savolingiz aniq bo'lsin. Menga tayinlangan pensiya bo'yicha sentyabr oyigacha amalga oshirilishi kerak bo'lgan qayta hisob-kitob va qo'shimcha to'lovlar mavjud yoki mavjud emasligini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning nusxasini yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, mahalla bilan ham aloqada bo'ling. Ayrim yordamlar pensiya bo'limi orqali emas, mahalla, ijtimoiy xodim yoki boshqa komissiyalar orqali shakllanadi. Agar siz yolg'iz yashasangiz, kam ta'minlangan bo'lsangiz, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, mahalla mas'ullaridan ro'yxatda bor yo'qligingizni so'rang, lekin har bir gapni hujjat bilan tasdiqlang. Aka, kiritamiz degan og'zaki va'da yetarli emas. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar bank ilovasini ishlata olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Idoraga borishni istamaydi. Farzandlar esa oylik pensiyasi tushyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning oxirgi to'lovlarini tekshirib bering. Kartasi faolini ko'ring. Hujjatlarni tartibga soling. Bu katta ish emas, lekin ba'zan bir necha 100 ming so'mlik farqni vaqtida olishga yordam beradi. Agar siz ariza yozmoqchi bo'lsangiz, juda murakkab matan shart emas. Asosiysi talab aniq bo'lsin. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. 2024 yil sentyabr oyiga qadar pensiya to'lovlarim bo'yicha qo'shimcha summa, qayta hisob-kitob farqi yoki boshqa to'lov mavjudligini tekshirishingizni so'rayman. Agar mavjud bo'lsa, qaysi davr uchun, qancha miqdorda va qaysi tartibda to'lanishini ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, mas'ul xodim umumiy javob berishi qiyinroq bo'ladi. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, arizada nogironlik guruhi va hujjat muddati ko'rsatiladi. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, bola ma'lumotlari, o'qish joyi, tug'ilgan sanasi yoziladi. Agar bank kartasi bo'yicha muammo bo'lsa, to'lov topshirig'i berilganmi, bank tomonidan qaytarilganmi, hisob raqami to'g'ri ko'rsatilganmi deb alohida so'rang. Shunda muammo qayerda ekanini tezroq topasiz. Agar sizga ro'yxatda yo'qsiz deyishsa, darhol sababini so'rang. Ro'yxatda yo'qlik har doim ham huquqingiz yo'q degani emas. Balki hujjat yetishmagandir, ma'lumot yangilanmagandir, manzil mos kelmagandir, bank rekviziti xato bo'lgandir. Nima uchun yo'qman va ro'yxatga kiritish uchun qaysi hujjat kerak degan savolni berish kerak. Mana shu savol ko'p narsani hal qiladi. Agar sizga keyin keling deyishsa, qachon kelishni aniq so'rang. Qaysi sana? Qaysi xona?
qaysi mutaxassis, qaysi hujjat bilan deb yozib oling. Chunki idorada ko'p odam bo'ladi. Xodimlar almashadi. Og'zaki gap esdan chiqishi mumkin. Pensionerning vaqti ham, sog'ligi ham qimmat. Shuning uchun har bir bo'lish aniq natija berishi kerak. Birinchi xato rasmiy tekshirmasdan mish-mishlarga ishonish. Kimdir hamma pensionerga bir xil summa berilar ekan deydi. Kimdir faqat ro'yxatdagilarga berilar ekan deydi. Kimdir 25 sentyabrdan keyin pul kuyadi deydi. Bunday gaplarni eshitganda vahimaga tushmang. O'zingizning pensiya ishingizni tekshiring. Har bir pensionerning holati alohida. Ikkinchi xato bank kartasi SMS kodini begonalarga aytish. Men buni yana takrorlayman, chunki bu juda muhim. Hech kim sizni ro'yxatga kiritish uchun SMS kod so'ramaydi. Hech kim qo'shimcha pensiya chiqarish uchun karta parolini so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Uchinchi xato hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. 25 sentyabrgacha deyilgan muddat bo'lsa, 1 sentyabr kuni yugurib borish to'g'ri emas, chunki hujjat qabul qilindi, tekshiriladi, bazaga kiritiladi, keyin to'lov shakllanadi. Bu jarayon bir kunda bitmasligi mumkin. Imkon bo'yicha ertaroq harakat qiling. 4-xato faqat bitta idoradan javob kutish. Ba'zan muammo pensiya bo'limida emas, bankda bo'ladi. Ba'zan bankda emas, mahalla ro'yxatida bo'ladi. Ba'zan mahallada emas, tibbiy hujjatda bo'ladi. Shuning uchun masalani zanjir bo'yicha tekshirish kerak. Pensiya ishi, bank rekviziti, shaxsiy hujjatlar, manzil. Maxsus asos bo'lsa, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi. 5-xato ortiqcha tushgan pulni darhol sarflab yuborish. Agar hisobingizga odatdagidan ancha ko'p pul tushsa, xursand bo'lish tabiiy. Lekin avval bu pulning izohini tekshiring. Agar bu qayta hisob-kitob farqi bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar texnik xato bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bank ko'chirmasi va pensiya bo'limi izohini oling. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi masalaning mohiyati shuki, 15 sentyabrgacha pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovlar, qo'shimcha summalar va qayta hisob-kitoblar bo'yicha har bir fuqaro o'z holatini tekshirishi kerak. Hamma uchun bir xil raqam yo'q, hamma uchun bir xil sabab yo'q. Kimdadir staj bo'yicha farq chiqadi. Kimdadir nogironlik hujjati yangilanishi kerak. Kimdadir bank kartasi muammo qiladi. Kimdadir o'qish ma'lumotnomasi yetishmaydi. Kimdadir manzil xato bo'ladi. Men sizga ekspert sifatida eng asosiy maslahatni aytaman. Kutib o'tirmang. Oxirgi pensiya tushumlarini yozib oling, hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangiz faol ekanini aniqlang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ko'p muammolar katta emas, lekin vaqtida ko'rilmasa, pul kechikadi. Odam ovora bo'ladi, asab ketadi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi, qo'shimcha summa oldingizmi? Ro'yxatda bor yo'qligingizni tekshirdingizmi? Fikringiz boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.